Metal maslar turu birinchi masala. Neon va sulfit angid aralashmasi mol miqdorida ishg'ol etmasdan o'tkazilganda aralashmaning hajmi 906 litr kamaydi, zichiga 276 marta kamaygan bo'lsa, dastlabki aralashma hajmini aniqlaydi. Bu yerda berilgan ma'lumot. Birinchisi 9,6 litr kamaydi aralashmaning hajmini deyapti. Va bu 9,6 litr kamaydi deganligida sulfit angidrik 9,6 litrligini bilib olsak bo'ladi. Chunki neon ishkor bilan ta'sirlashmaydi. Endi zichiga 276 marta kamaydi degan joyda aralashmaning o'rtacha molekulyar massasi neonning molekulyar massasidan 2,76 marta katta bo'ladi. Chunki reaksiya oxirida neonni o'zi qo'ygan. Bu o'rtacha massani topib olamiz birinchi qiladigan ishimiz. Neon massasi 20, uni 2,76 ga ko'paytiradigan bo'lsak, hop 55,2 chiqadi. 55,2 gram taqsim mol. Endi 55,2 bu o'rtacha molekulyar massa. Shundan foydalanib diagonalga qo'yamiz. Neon massasi 20 ga teng, sulfit angidrit massasi 64 ga teng, o'rtacha massa 55,2. Hop, farqlarni hisoblaydigan bo'lsak, 55,2 dan 20 ni ayirsak 35,2, 64 dan 55,2 ni ayiradigan bo'lsak, hop 8,8. Endi dastlabki aralashmani hajmini so'ralganligi uchun umumiysini topib olamiz. Qo'shib umumiysi 44 ga teng bo'ladi. Endi bu holatda bizda sulfit angidritning hajmi berilgan. Shuning uchun sulfit angidrit hajmi ro'parasiga 9,6 ni yozamiz va aralashmani qancha bo'ladi deb proporsiya qo'yamiz. Hop, aralashmani proporsiya qiladigan bo'lsak, 9,6 ni 44 ga ko'paytirib 35,2 ga bo'lishimiz kerak. Hop, 35,2 bilan 44 bir-biriga 4 ga 5 nisbatda bo'ladi. 9,6 ni 4 ga bo'lib 5 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 12 litr degan javob chiqadi. Demak, aralashmaning dastlabki hajmi 12 litr bo'ladi. To'g'ri javob A.